Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugundan xudo xohlasa matematika sinov 2025 degan variant kitobimiz bor. Mana shu kitobimizni 30 ta varianti bor ekan kitobimizda. Mana shu 30 ta variantga xudo xohlasa yechim qilishni boshladik. Xo'p. Birinchi variantdan boshladik demak. Birinchi varianti birinchi savoli. Aytyapti, quyidagi mulohazalardan qaysi biri har doim to'g'ri? Hop, tub sonlar faqat to'q son bo'ladi. Yo'q, bu mulohaza noto'g'ri, chunki 2 juft yagona tub son. Hop, 15 ga bo'lingan sonlar 30 ga ham bo'linadi. Yo'q, 30 ga bo'linish alomati boshqa. 15 ga bo'lingan har qanday son 30 ga bo'linmaydi. Bu ham xato. Hop, ko'paytuvchilardan biri 15 ga bo'linsa, ko'paytma ham 15 ga bo'linadi. Bu to'g'ri. Endi ko'paytmani ichida 15 ga bo'linadigan son bor ekan demak. Hop, ularning ichida bittasi 15 ga bo'linar ekan. Demak, ko'paytmani hammasi 15 ga bo'linadi. Hop, D-sini ham ko'rib qo'ysak, o'zidan boshqa natural bo'luvchilar yig'indisiga teng bo'lgan sonlar murakkab son deyiladi. Yo'q, murakkab son emas, mukammal son deyiladi. Hop, birinchisiga demak C javob ekan. Yo'q, ikkinchisi funksiyaning hosilasini toping debdi. Bunaqa misollarni nima qilamiz? Hop, funksiya darajasi funksiya kelyapti. Ikkala tomonda ln lab yuboramiz. ln y barobar ln x kvadrat minus 1 darajasi x kub. Hop, x kub oldiga tushdi. ln y x kub ko'paytirgan ln x kvadrat minus 1. Ikkala tomondan hosil olsam, bu tomondan lndan hosili y shtrix taqsim y. Ko'paytmadan hosili 3x kvadrat ko'paytirilgan ln x kvadrat minus 1 plus x kub ko'paytirilgan 2x mahrajda x kvadrat minus 1. Hop, soddalashtirsak y shtrix. Endi y dastlab nimaga tengimizda x kvadrat minus 1 darajasi x kub teng. Ikkalasi ham x kvadrat chiqarib yuborsak avsin tashqariga. Hop, 3 ln x kvadrat plus 1 minus 1. Hop, plus 2x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1. Endi mahrajdagi ifodani yo'q ko'paytma qilib o'tkazsak y shtrix barobar x kvadrat minus 1 darajasi x kub ko'paytirilgan x kvadrat hop 3 ln x kvadrat minus 1 plus 2x kvadrat taqsim x kvadrat minus 1. Hop, bizda bu variant qaysi variantda bor? C varianti ko'radigan bo'lsak hozir hop x kvadrat minus 1 x kub 3 ln x kvadrat minus 1. C-sida minusli ekan, D-sida plusli ekan. Bizda plusli kerak. Demak, javob D. Hop, ikkinchi variantga javobi D bo'ldi. Uchinchi misol 7 ni 60-darajasini 9 ga bo'lganda qoldig'ini toping debdi. Hop, buni nima qilamiz? Asosini, ya'ni 9 ga qolishimiz kerak. 9 plus 2 yoki 9 minus 2 qilib. Hop, asosida 9 qatnashishi kerak. Ikkita ifoda yo qo'sh yo ayirish. 7 bo'lsa, uni 9 minus 2 ni 60-darajasini 9 ga bo'lamiz. Hop, Newton binomi bo'yicha yoyganimizda 9 ni 60-si minus va hokazo oxiri daraja juft bo'lganligi uchun plusdan tugadi 2 ni 60-darajasi. Shu ifodani 9 ga bo'lganda qoldi so'rayotgan. Har bitta nuqtalar o'rnida 9 ishtirok etadi. 9 ga bo'lsam bu tarafi qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, bizda oxiri 2 ni 60-darajasini 9 ga bo'lganda qoldig'ini topsak bo'ldi. Demak, 2 ni 60-darajasi bo'lingan 9. Hop, 2 ni 60-darajasini 2 ni kubini
20 darajasi olsak, bölüngan 9. Asol 8 deb bo'lib qoladi shunda. Hop, 8 ni 9 minus 1 darajasi 20 bölüngan 9. Buni ham yoyib chiqsak, 9 20 minus va hokazo qanday sonlar bor, plus 1 ni 20 darajasi. Shu ifodani 9 ga bo'lganda qoldik. Endi mana plyuslarning chap tarafida barcha ko'paytmada 9 ishtirok etadi. Tarkibida 9 bor. Demak, bu taraf 9 ga bo'linadi. Hop, mana 1 ning 20 darajasi 9 dan kichkina bo'lganligi uchun qoldiq 1 o'zi bo'ladi. Demak, qoldiq. Mana javob. 4-inchisi. Muntazam uchburchakning perimetri 30 ga teng. Uning ichiga eng katta yuzali to'g'ri to'rtburchak ichiga chizilgan. To'g'ri to'rtburchakning perimetrini toping. Hop. Kuzatib qo'ysak. 4-inchisi. Bizga qandaydir muntazam uchburchak. Ichiga bitta to'rtburchak chizibmiz. To'g'ri to'rtburchak. Hop. Muntazam deganligi uchun hamma burchagiga 60 gradusdan 60 60 60 va tomonlari 10 dan. Endi mana bu burchak 90, bu burchak 30, bu burchak 90 bo'lsa tepaga ham majbur 60 60. Va bo'yni A deb oldik, enini B deb oldik. Endi bu tomon A bo'lgandan keyin bu yog'i ham A, tepada ham bitta muntazam uchburchak hosil bo'ldi endi. Hop, perimetri, muntazam uchburchak perimetri. Hop, mana shuni A demaylik-da. MN deb ketaylik. Mana M, mana N. Perimetri 3A bo'ladigan bo'lsa, mana shu 3A ham. Bu A uchburchak tomoni 30 ga teng ekan, demak bitta tomoni 10 ekan. M bo'ladigan bo'lsa, bu tomoni ham M, bu tomoni ham M ekan. Hop. Bu taraf 10 minus M. Bu taraf ham 10 minus M. Endi 30 gradus qarsak, katet gipotenuzani yarmiga teng. Hop, 5 minus M taqsim 2, bu tomon N edi. N ni M orqali ifodasi. Ilzosi 3 taqsim 2 barobar qarsa katetni gipotenuzaga nisbatan sinuslar bo'yicha olyapmiz. Endi M orqali ifodalab olsak, N barobar ilzosi 3 taqsim 2 10 minus M. Endi biz shartimizda aytganki, to'rtburchak perimetrini toping. Eng katta yuzali degan, eng katta yuzali bo'lishi o'zi to'rtburchak yuzasi S M ko'paytirib N. N ni o'rniga mana ifodani qo'yadigan bo'lsak, M ko'paytirilgan ilzosi 3 taqsim 2 hop 10 minus M. Qavs ochib chiqadigan bo'lsak, hop S 5 ilzosi 3 M minus ilzosi 3 taqsim 2 M kvadrat. S dan bir marta hisobni o'rnga tenglasak, eng katta yuzali desa, mana shu yuzali misollarni ikki noma'lumlik, bir noma'lumlikka olib kelib olib turib, yuzani va yuzasidan hisobni o'rnga tenglaymiz. O'rnga tenglasak, 5 ilzosi 3 hosilasi minus ilzosi 3 M. 2 olib tushdi, 2 bilan qisqarib ketdi. Teng 0 ga. Bundan M ni topadigan bo'lsak, M 5 ga teng ekan. Hop, M topildi, ya'ni mana bu tomoni 5 ga teng ekan. N ni topadigan bo'lsak, ilzosi 3 taqsim 2 10 minus 5. 5 ilzosi 3 taqsim 2 ekan. Ha, demak N 5 ilzosi 3 taqsim 2. Bizda perimetrini so'ragan. To'rtburchak perimetri.
2 m plus n o'rniga borib qo'ysak 2 m ni o'rniga 5 n ni o'rniga 5 ildiz 3 taqsim 2 qavs ochib chiqsak 10 plus 5 ildiz 3. Bu javob bizda A. Xo'p. 5-inchisi funksiyani aniqlash sohasini toping deb so'rayapti. Xo'p, 5-inchisi y barobar ko'p ildiz ostida x minus 5 mahrajda hop x plus 8. Funksiyani aniqlash sohasi ildiz darajasi demak mahrajini 0 ga teng emas deb olib kelsak bo'ldi ekan. Hop, x plus 8 teng emas 0 ga, x teng emas minus 8 ga. Hop, aniqlash sohasi minus cheslidan minus 8 gacha birlashma minus 8 dan plus cheslikgacha. Hop, S javob ekan 5 ga. Old. Nechtaga hisoblasak 6 ni. Hop, 6-chi masala. Vektorlarga doir ekan. Hop, A vektorining koordinatalari 3 minus 2 va 1. Hop, B vektorida koordinatalari minus 2 minus 1 va 5. Endi bizda so'rayapti A vektor plus B vektorda modulini. Hop. A vektor plus B vektor topsak. Mos koordinatalari minus 3 minus 2 minus 2 minus 1 1 plus 5. Hop. 1 minus 3 6. Hop, moduli ildiz mos koordinatalarning kvadratlari, ya'ni koordinatalarning kvadratlari yig'indisi 1 kvadrati plus minus 3 ni kvadrati plus 6 ni kvadrati. Ildiz ostida 1 ni kvadrati 1 plus minus 3 ni kvadrati 9. Hop, 6 ni kvadrati 36. Qo'shadigan bo'lsak ildiz ostida 46 ekan. Bizda A javob. Yettinchi misol. Hop, 6 haddan iborat geometrik progressiyaning yig'indisi birinchi hadini hisobga olmaganda 93 ga. Hop, oxirgi hadini hisobga olmaganda 186 ga teng. Bu progressiyaning 3-chi hadini toping. Ya'ni B3 ni toping deyapti. Hop, birinchi hadini hisobga olmaganda, ya'ni B2 dan B6 gacha bo'lgan hadlar yig'indisi 93 ga ekan. Hop, endi oxirgi hadini B6 ni hisobga olmaganda B1 dan B5 gacha bo'lgan hadlar yig'indisi 186 ga ekan. Mana shu ikkalasini mana sistema qilib oldik. Hop, tepadan B2 ni chiqarib yuborsam 1 plus q plus q ni kvadrati plus q ni kubi plus q ni 4 darajasi 93 ga teng ekan. Pastdan B1 chiqarib yuborsam 1 plus q ni kvadrati q ni kubi plus q ni 4. Bu 186 ga teng ekan. Sistema ikkalasini bo'lib yuborsam qavs ichidagi ifodalar qisqarib ketdi. B2 degani B1 ko'paytirib q mahrajda B1 93 taqsim 186. B1lar ham qisqarib ketdi, bu taraf ham qisqarib ketdi.
Demak, bunda qo'yim 1/2 qoldi. Endi pastdagi quni o'rniga qo'yib yuborsak, B1 chiqadi. B1 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 teng 186 ga. Xo'p, 16 ta, 8 ta, 4 ta, 2 ta va 1 ta. Bu mahraj berib B1 ko'paytirilgan 16 ga 8. Xo'p, 20, 30, 31. 31 taqsim 16 teng 186 ga. Xo'p, B1 186 ko'paytirilgan 16 taqsim 31. Ikkalasini qisqartirib olsam, bu joyda 6 qoldi. Demak, B1 6 kere 16 B1 96 ga teng ekan demak. Bizda B1 bor, bu bor. B3 ni topa olamiz endi. B3 B1 ko'paytirilgan qulni kvadrati. B3 B1 96 ga qulni kvadrati 1 taqsim 2 ni kvadrat 4. Ikkalasini qisqartirib olsam, bu yerda 24 qoldi. Demak, B3imiz 24 ga teng ekan. B3 24 S javobi. Xo'p, 8-savol. Ikki sonning ko'paytmasi, ya'ni ikkita son bo'lgan A bilan B deb belgilab oldik. 7560 ga teng. Bu sonlarning eng katta umumiy bo'luvchisi, ya'ni E kubi 6 ga teng. Ularning eng kichik umumiy karralisi. Bizda bitta formula bor, eslatib o'tib ketamiz. E ku K ni katta K harfi bilan belgilab ketyapman mana. A ko'paytirib B taqsim mana katta B, bu E kubi. Ya'ni berilgan sonlarning ko'paytmasini E kubga bo'lsam, E kub kelib chiqaradi. Demak, E kub A ko'paytirib B 7560 E kub 6. 7560 ni 6 ga bo'lsak. Xo'p, 1 2 6 0. A javobi. Xo'p, 9-inchisi. Xo'p, ketdik. 5 minus 2 ildizosi 2 plus ildizosi 12 minus ildizosi 41 plus 24 ildizosi 2. Bunaqa misollarimizda qanday ishlaymiz? Birinchi ildiz ichidagi ildizdan ishni boshlaymiz. Shu turgan ifoda 4 ildizosi 2 plus 3 ni kvadrat mana ildiz ichida. Xo'p, ildiz yozadigan bo'lsak 5 minus 2 ildizosi 2 plus ildizosi 12 minus kvadrat bilan ildiz qisqarib ketdi. 4 ildizosi 2 plus 3. Kavsni ochib soddalashtirib qo'ysak, kavsarni ochdik. 3 ni oldim, minus bo'lib qoldi. 12 dan 3 ni ayirib yubordim. Ayirganimizda mana 12 mana 9 bo'ldi. Endi mana bu ildizni ichi 2 ildizosi 2 minus 1 da kavsa mana kvadrat. Yozyapmiz. Ildizosida 5 minus 2 ildizosi 2 kvadrat bilan ildiz qisqarib ketib, plus 2 ildizosi 2 minus 1. 2 ildizosi 2lar qisqarib ketdi. 5 minus 1 bu ildizosi 4. Ildizosi 4 dan mana 2 chiqadi. Xo'p, 2 degan javob bizda mana S javob degan. Xo'p, 10-inchisi. Yana geometrik misol ekan. Quyidagi qismlar berilgan. ABC uchburchak perimetri 27 cm ga teng bo'lsa, B endi kesma uzunligini yarmini toping. Xo'p.
Demek 10-chi masala. Navbasi uchburchak berilibdi. Va bu yerdan bisektrisi o'tkazishibdi. O'xshasin. Bu yoq 10x, bu yoq 10, bu yoq 8. A, B, mana burchak S ekan, mana burchak B ekan, mana burchak N. Hop, ikkalasi ham teng ekan. Beryapti. ABC uchburchak perimetri 27 ga. Demak, bizda perimetri 27 ga teng ekan. Mana bu bisektrisa bo'lgandan keyin tomonlar nisbati ajratgan kesmalar nisbatiga teng. Mana 10 bo'lsa, qanday bu yog'ini 10x deb oldim. A endi hop n b ni 8x deb belgiladik. Endi bizning qo'limizda perimetri bor. 10 plus 8 plus 18x, ya'ni AB uzunligi 18x. Shu 27 ga teng ekan. 18x barobar 10 plus 8 18, 27 dan 18 ayirsak, demak 9. X ham 1 taqsim 2 ga teng ekan. Hop, AN kesma uzunligi 10 ko'paytirgan 1 taqsim 2 bu 5 ga teng. BN kesma uzunligi 8 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 bu 4 ga teng. Bizning shartimizda BN kesma uzunligini yarmini topdik. Ya'ni BN taqsim 2 ni so'ragan. BN bizda 4 bo'ldi. BN taqsim 2 bu 4 taqsim 2 2 teng ekan. B javob. Hop, keyingisi 11. Px ko'p xatni x kvadrat minus 5x minus 24 ga bo'lganda qoldiq minus 3x plus 5 ga teng bo'lsa, shu ko'p xatni x plus 3 ga bo'lganda qoldiqni topyapti. Qanday? Px ko'rinishini hop x kvadrat minus 5x minus 24 qu x endi qoldiq minus 3x plus 5. Px ko'p xat ko'rinishi shu ko'rinishda ekan. Endi bizga savolda aytyapti x plus 3 ga bo'lganda qoldiq. X plus 3 ga bo'lgandagi qoldiqni topdi. Nima qilamiz? Mana bo'linmani 0 ga tenglasam, x o'rniga minus 3 qo'yib hisoblasak, demak b minus 3 qo'yganimda qaysi ifoda chiqsa o'sha ifoda qoldi. Ketdik. Mana uni ko'paytirishga ajratsak, bittasi o'zi x minus 8, keyingisi x plus 3. Ko'rsada minus 3 qo'ysam, demak bu taraf polni 0 bo'lib ketar ekan. Endi minus 3 ko'paytirilgan minus 3 plus 5. Hisoblasam, minusga minus plus bo'lib ketdi. 3 kere 3 9, 9 ga 5 qo'ysak, mana 14. Demak, qoldiq 14 ga teng. Hop. 12-chi misolimizda aytayaptiki, hop, ABC uchburchakda, ya'ni ABC uchburchakda AB va BC tomonlar 10 cm va burchak 30 gradus. Hop, ikkalasi 10 cm bo'lsa, demak bu teng yo'l uchburchak. B nuqtaga uchburchak tekisligiga perpendikulyar qilib B'da kesma, demak D nuqtasi mana uchburchak tekisligiga perpendikulyar qilib B'da kesma o'tkazdi.
Xo'p, agar D nuqtadan AC tomonigacha bo'lgan masofa mana 13 bo'lsa deyapti. BD kesma uzunligini top, ya'ni BD kesma qanday H harfidan belgilab olsak. Bizda mana shu H ni so'rayapti ekan. Hop. Ketdik demak. Hop, mana AC tomoniga tushilgan nuqta bu yoqqa olib chiqsak. Mana burchak 90 gradus. Hop. Bu tomon 60. Bu tomon 60. Teng yo'l uchburchakda ham mediana, ham bissektrisa, ham balandlik vazifasini bajaradi. Asosiga tushirilgan. Balandlik oladigan bo'lsak, endi 30 gradus qarsa katet gipotenuzani yarmiga teng, ya'ni B qandaydir mana bu joyda n deb oladigan bo'lsam, BN 5 ga teng ekan. Endi mana bu 90 gradus Pifagor uchligi bor edi. 5 13 bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi katet 12 yoki bo'lsa isbot h kvadrat gipotenuza 13 ning kvadrati minus 5 ning kvadrati. H kvadrat barobar 144 H 12. Demak, B'da kesma uzunligi bizda 12 ga teng ekan. Xo'p. B javob. Ikkinchi masala. Bu funksiyani nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirishda hosil bo'lgan funksiyani topib. Qanday funksiya bizga funksiya berilgan bo'lsa, y barobar f at x funksiya berilgan bo'lsa va x0 y0 degan nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirish formulasi bor edi. Hop, y teng minus f 2x0 minus x plus 2y0 degan formulamiz. Shu formuladan foydalansak, avval mana uni hisoblab olaylik. F x0 mendan minus 1 minus 2 minus x, ya'ni x'lar o'rniga minus 2 minus x qo'yib hisoblayman. Hop, minus 2 minus x ni kvadrat minus 3 minus x minus 2 minus x minus 5 hisoblasak, hop, 4 plus 4x plus x kvadrat plus 6 plus 3x minus 5. X kvadrat plus 7x 10 yog'i 5 ekan. Plus 5. Mana bu qismini hisoblab oldik. Endi y mana shu simmetriga mana y minus x kvadrat plus 7x plus 5 hop plus 2y0 2 kare minus 2 y sim minus x kvadrat minus 7x minus 5 minus 4 mana minus 9. Hop, bizda bu javob A. Hop. 14-savol. Quyidagi tenglamaning barcha haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Hop, modul qatnashgan bir tomonni kvadrat tenglama, bir tomonni modul qatnashgan tenglama. Bunaqa tenglamalarda mana modulni ichidagiga shart berib modul tashlab yuboramiz. Ya'ni x katta yoki teng 3 dan degan shart beramiz, tashlab hisoblasak. Hop, x kvadrat minus 3x hop plus 4 teng 2x minus 6 plus 3x minus 5. X'lar bir tomonga yig'yapmiz. X kvadrat. 5x bu yoqqa qo'ysa minus mana 8x. Minus 11 bu yoqqa plus bo'lsa mana plus 15 teng 0. Hop, ildizlari 3 bilan 5. Hop, mana bu shart ikkalasini ham qanoatlantirdi, ikkalasini ham olamiz yechim deb. Endi x 3 dan kichik, endi qat'iy qilib ishlaydigan bo'lsak,
Mana modulda oldiga minus qo'yib ochamiz endi. Yo'q, x kvadrat minus 3x plus 4 teng. Hop. 6 minus 2x plus 3x minus 5. X kvadrat. Bu yoqda plus x bo'ldi, bu yoqqa bo'lsa minus 2x. Yo'q, 4x ekan. Minus bo'lib o'tdi. Hop, ayirsam 1, bu yoqqa minus 1 bo'lib o'tsa plus 3 teng. Buni ildizlari hop 3 bilan 1. Endi sharti qat'iy edi, demak 3 ni yechim deb olmayman. Lekin tepadagi shartni yechim deb oldik. Shart bor edi, nima? 3 dan katta yoki teng bo'lsin degan. Bunda qat'iy 3 dan kichik bo'lsin deganligi uchun 1 ni yechim deb olsak. Endi bizga nima degan? Shartida hop barcha haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Demak 3 plus 5 plus 1. Hammasini qo'shadigan bo'lsak bizda 9 A javob ekan. Yo'q, 15. 15-savol. Sonlarni kamayish tartibida joylashtiring. Demak, kamayish debdi. A5 3 davrda 34. B sonimiz 5 34 davrda. Hop, S 5 34 davrda 4. Buni qanday qilib taqqoslasak bo'ladi davriy kasrlarni? 5 butun 3 davrda 34 degani 34 34 34 va hokazo sonlar davom etyapti. Hop, keyingisi 5 davrda mana 34. Mana shuni tagma-tag yozaylik. 5 34 34 34 va hokazo. Keyingisi 5 34 bu yoq polni 4 ekan, mana 4 4 4 va hokazo. Taqqoslash. Hop, butunlari hammasi teng. Butundan keyin virguldan keyingi sonlar 3lar. Hammasida 3 bor. Endi 3 dan keyingisi mana 3, mana 4, bu ham 4. Eng kichigi A ekan. Bizga nima degan? Kamayish deganmi? Yo'q, sonlarni kamayish tartibida joylashtiring. Demak, kattasidan kichigiga qarab yozishim kerak. Eng kichkinasi A ekan mana. Endi B bilan S ni taqqoslash qolyapti bizda. Undan keyingi sonlarga qarayman. Bunda 3, bunda 4. Bundan A dan sal kattarog'i B, B dan kattarog'i S ekan. S P A B javob. Nima katangansni qanday nima qilsam bo'ladi? Modul tashlab yuborib minus chiqmaydi deb aytib ketaveraman. 16. Ark katangans 2x minus 5. Ark katangans 4-chi misolimiz. Hop, tenglamani yeching debdi. Tenglamani qanday yechamiz? Ikkala tomonni katanganslab yuborsak. Katangans ark katangans 2x minus 5 barobar katangans minus pi taqsim 4 ga. Bu tomondan modulda 2x minus 5 o'ng taraf minus 1. Moduldan hech qachon manfiy son chiqmaydi. O'shaning hisobiga x tegishli bosh to'plam. Bizda bosh to'plam degan yechim D javob. 7-masala. Aylana tashqarisidagi P nuqtadan aylanagacha bo'lgan eng qisqa masofa 4 cm ga va
aylana radiusi 3 santimetrga teng. P nuqtadan aylanaga o'tkazilgan urinmaning urinish nuqtasigacha bo'lgan masofani toping. Hop. Aylana tashqarisidan P nuqta olindi. P nuqtadan aylanagacha bo'lgan eng qisqa masofa mana 4 ga teng. Aylana radiusi 3 ga teng. Aylanadan P nuqtadan aylanaga o'tkazilgan urinmaning urinish nuqtasini A harfi bilan belgilab oldik. Bizdan P A ni uzunligini so'rayapti mana. Ya'ni x ni. Xo'p, urinma bilan radius perpendikulyar urinish nuqtasida. Bunga qarasak, to'g'ri burchak, uchburchak. Bir kateter 3, gipotenuzasi 7, x topish kerak. Pifagor ko'radigan bo'lsak, x kvadrat. Gipotenuzasi 7 ni kvadrati minus 3 ni kvadrati. Hisoblasak x kvadrat 49 minus 9 40 ga teng. Bu x ilzosida 40 x 4 kira 10 qilib oladigan bo'lsak 2 ilzos 10. Bizda A javobda ekan. Keyingisi 18. 864 va 972 sonlarni ayni bir songa bo'lganda birinchisida bo'linma 24 ga teng bo'lsa, ikkinchisida nechaga teng bo'ladi? Hop, qani bitta x songa bo'lishibdi ikkalasini. Buni x songa bo'lganda 24 ga teng chiqibdi. Endi 974 ni x ga bo'lganda necha chiqadi deyapti. Mana 19-savol. Hop. Bundan x topadigan bo'lsak, 864 ni 24 ga bo'ladigan bo'lsak, x barobar 36 bo'lsa kerak menimcha. 36. Endi 974 ni 972 ekan. 72 ni 36 ga bo'lsak, 6 kere 7, hop, 27. İkincisinin bölünmesi B cevap. 19. Sinüs 25 plus sinüs 35 plus sinüs 25'ni hesaplayın. Hop, hesaplayınız. Birinchi ikkitasini yig'indidan ko'paytmaga o'tish formulamız bor edi. Yana 2 sinüs 25 plus 35 taqsim 2 kosinüs 25 minus 35 taqsim 2 plus sinüs 25 2 qo'shib 2 bo'lsak sinüs 30, sinüs 30'da 1 taqsim 2 ga teng. Kosinüs ayırıp 2'ye böladigan bo'lsak 10, kosinüs 5 plus sinüs 25. İkiler qisqarib ketsa kosinüs 5 plus sinüs 25. Hop. Endi ikkalasini bir xil burchakka olsak. Kosinüs 5 ni sinüs 85 de olsak plus sinüs 25. Yana yig'indidan ko'paytmaga o'tyapmiz. 2 sinüs 85 plus 25 taqsim 2 kosinüs 85 minus 25 taqsim 2. Hop, 2 sinüs qo'shib 2 bo'lsa 155. Hop, 100 155. Ayırsak 62 bo'lsa kosinüs 30. Kosinüs 30 da ilzos 3 ga teng. Hop, ilzos 3 taqsim 2 ga 2lar qisqarib ketsa ilzos 3 sinüs 55. Bunda kosinüsü berganmi? Ha. Sinüs 55 'ni biz ilzos 3 kosinüs 35 deb olsak ham bo'laveradi. D javob.
Hop, 20-sida. Mana shu yerga hisoblar olsak 20-misol. fx ko'rinish fx plus 5 teng x kvadrat minus 2x plus 3. Hop, fx funksiya quyidagilardan qaysi biriga teng bo'ladi? Bizlar fx funksiyani so'rayapti demak. Hop, x o'rniga x minus 5 qo'yib hisoblasak bo'ladi yoki bo'lmasa bu tarafini fx plus 5 x minus 1 ni kvadrati plus 2 deb olsak, endi x minus 5 ni qo'yib yuborsam f bu yerda x qoldi. X minus 5 minus 1 ni kvadrati plus 2 fx x kvadrat minus 12x plus 36 plus 2 fx umumiy ko'rinishi x kvadrat minus 12x plus 38 ga teng ekan. D javob. 21. Hop, 147 ni 214-darajasi sonning oxirida turgan ikki raqamni top. Oxirgi ikki raqamni topish. Hop, 7 ni qaysi darajasi 1 bilan tugaydi? Ya'ni 7 tub son bo'lganligi uchun oxirini 1 deb qolishimiz kerak. Oxirgi ikki raqamni topish uchun. Hop, 7 ni 4-darajasi 1 bilan tugaydi. 2014 ni 4 ga karrali qolishim uchun 147 ni kvadrati ko'paytirilgan 147 ni 212-darajasi qolsin. Bir yuz qirq yettining oxirgi ikki raqami. Buni bir bizga hozir ahamiyati yo'q. 47 ni kvadrat. Hop, 0.9 bilan tugasa kerak. 47 ni 47 ga ko'paytiradigan bo'lsa 0.9 bilan tugaydi. Hop, oxirgi ikki raqami. Endi mana uni ichi. Ya'ni 147 ni 212-darajasi. 147 4-darajasini 53 barobar. Hop, 0.9 ko'paytirilgan. Hop, 47 ni 4-darajasini hisoblaydigan bo'lsak, bizda 81 ga teng. Darajasi 53. Endi oxiri mana ikki raqamni topib oldim. Ikki raqamini 53-darajasini oxirgi ikki raqamni topishim kerak. Buni qanday topamiz? 0.9 oxiri 1, demak 1 bilan tugaydi. Endi o'nlar xonasida biza 8. 8 ni 3 ga ko'paytirganimdagi oxirgi raqam 8 ga 3 24. 4 mana. Hop, 0.9 ko'paytirilgan 41. Buning oxirgi ikki raqami hop 9 kira 1 9, 4 kira 9 36, 6 ni oladigan bo'lsak, demak oxirgi ikki raqami mana 69 bilan tugar ekan. D javob. Hop, 1 dan boshlab 227 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytirish natijasida hosil bo'lgan sonning oxirida nechta nol bilan tugaydi? Hop, formulasini yozib ketamiz mana shu misolni. Eslatma qilib. 22 1 ko'paytiruv 2 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv va hokazo ko'paytiruv n yoki bo'lmasa n faktorial deb ketadi uni. Oxiri nechta nol bilan tugashi? n taqsim 5, ya'ni 5 ni darajalarga bo'lib butun qismini olamiz. n taqsim 5 ni kvadrat plus n taqsim 5 ni kubi
plus va hokazo. Hop, bizda 1dan 227gacha. 3 ko'paytirgan va hokazo ko'paytirgan 227. N o'rnida 227 bor. Demak, 227 ni 5 ni darajalarga bo'lib butun qismini olaman. 227 taqsim 5 plus 227 taqsim 5 kvadrati 25 plus 227 taqsim 125. Hop, endi 5 4-inchisi 625 bo'lib ketadi. 227 dan katta, o'shaning uchun yog'ini hisoblanadi. Hop, 45 8 9 ikkitasi 250 bo'lib ketsa 1 ekan. Hop, 10 55 Sajov. Hop, 23 to'plam ekan. 23. Hop, quyidagi chizmaga mos keluvchi to'g'ri javobni toping. A to'plam, B to'plam. Mana bu joy qo'yilibdi. Bu nima degani? A to'plamdan B to'plamida ayir bor degani. Ya'ni A to'plam ayirma B to'plam. A'dan B'ni ayir bor, shu B javob ekan. Sinfdagi 30 ta o'quvchini o'rtacha bo'yi 140 santimetrga teng. Bu sinfdan bir o'quvchi ketib qoldi. Endi sinfdagi o'quvchilarning o'rtacha bo'yi 139 santimetrga teng bo'lib qoldi. Ketib qolgan o'quvchining bo'yi necha santimetr ekanligini toping debdi. Xo'p. Sinfda jami 30 ta o'quvchi bo'lgan, hammasini bo'ylarini o'rtacha uzunligi 140 santimetrga teng. Demak, barcha 30 o'quvchining bo'ylari yig'indisini qandaydir katta n harfi bilan belgilab oldik. Bunda o'rtachasi 30 ga bo'ldik, ya'ni o'quvchilar soni 140. Hop, endi topadigan bo'lsak 4200 ekan. Ya'ni 4200 nima chiqdi desa, 30 o'quvchining hammasini bo'ylarida uzunliklarini yig'indisi. Endi mana sinfdan bitta o'quvchi ketib qoldi. N minus mana x ketib qoldi. Nechta o'quvchi qoladi? 29 ta. Xo'p. Shunda o'rtacha bo'y 139 ga teng bo'lyapti mana. Shunda uni ketib qolgan o'quvchi, ya'ni x necha santimetr bo'lgan deyapti. X top ber deyapti savolda. Bo'l, n o'rniga 4200 qo'yib yuborsam minus x taqsim 29 teng 139 ga 4200 minus x 139 ko'paytirilgan 29. Bundan x topadigan bo'lsak 4200 minus 139 kare 29. X barobar hop, hisob bergan bo'lsak oxiri 9 bilan tugar ekan. Demak 9 ga 9 81 1. 10dan 1 ayiradigan bo'lsak 9 javoblar 9 bilan tugaydigan javob 169 degan hisoblab chiqsak ham 169 degan javob chiqar ekan. Demak, C. Hop, 25. Sistema beribdi. Tengsizliklar sistemasini qanoatlantiruvchi butun sonlar nechta debdi. Hop, shu tengsizlikni ishlashimiz kerak ekan demak. Birinchisi x lar bir tomga yig'adigan bo'lsak minus x bu yoqqa o'tkazsam x
10'ni bu yoqqa o'tkazsam 17. 5'ni bu yoqqa o'tkazib 2 bilan o'rni almashtiradigan bo'lsak, hop, minus x katta yoki teng 3 dan. Qavsni ochib chiqadigan bo'lsam, 6 minus 2x katta yoki teng x minus 27. Mahrajda pastida plus 8 katta yoki teng 5x minus 10. Sistem. Xo'p, x katta yoki teng 17, x kichik yoki teng minus 3. Xo'p, 3x 33, x 11. Bu yoqda x katta yoki teng minus 18. Hammasini sonlar o'qida tasvirlaydigan bo'lsak, demak, minus 18 minus 3 keyingisi 11 keyingisi 17. 17 dan kichiklari. Keyingisi minus 3 dan ham kichiklari. 11 dan kichiklari. Va minus 18 dan kattalari. Hammasi ko'p bo'yalgan joy mana shu qismi bo'lyapti. Minus 18 dan minus 3 gacha nechta butun son bor desa, 18 minus 3 plus 1 16 ta. Javob. Xo'p, 26. D1 D2 x 120 15 105. D1 bilan D2 parallel. Mana bunday davom ettiradigan bo'lsak, vertikal burchaklar, bu tomoni 105 bo'lsa, ichki almashtiruvchi burchaklar, mana D1 bilan D2 parallel bo'lganligi uchun bu yog'iga 75 qoldi. Ikkalasini ichi to'rtburchak bo'lib qoldi. To'rtburchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 ga teng. Demak, ikkalasining yig'indisi 90, 90 ga 120 ni qo'shsak 210. Hop. 90 plus 120 plus x teng 360 ga. X barobar 360 minus 210. X barobar 150 bo'lyapti shunda. 150 ga B javob ekan. Hop, 27. İki 7x plus a teng 6x plus 28. Hop, tenglamaning ildizi 2 ga teng, ya'ni tenglamaning ildizi bu yerda x 2 ga teng bo'lsa, a ning qiymatini top. Hop, x soniga 2 ni qo'yib, a ning qiymatini topib qo'ysak bo'ldi ekan. 2 kere 7 kere 2 plus 2a teng 6 kere 2 plus 28. 28 plus 2a barobar 12 plus 28. 28'lar tashlab yuborsak, a ham 6 ga teng ekan.
Javob. Xo'p, 28. 28. Tengsizlik. Hop, ilzosida modul x plus 3 minus 2 katta 2 x plus 3 taqsim x plus 3. Hop, demak, modul bilan mahraj bir xil. Hop, ildizdan mana bu kasr qismi, kasr tomon katta bo'lishi uchun bu taraf doim musbat bo'lishi kerak yoki kamida 0 ga teng bo'lishi kerak. Hop, musbat bo'lishi uchun modulning ichi 0 dan katta, ya'ni x plus 3 katta 0 dan. X katta minus 3 dan. deb modullar tashlab yuboramiz. Mana uni ichidagi modulni ham tashlab yuborsak, demak x plus 3 minus 2 qisqarib ketdi 2 dan. Hop, x plus 1 kichkina 4 dan, x 3 dan kichkina. Endi aytyapti, tengsizlikni qanoatlantiruvchi manfiy bo'lmagan sonlar nechta? Manfiy bo'lmaganlari 0, 1, 2. 3 ta. Hop. Hop, 29-misol. Hop, tenglama nechta ildizga ega? Bu tenglamamiz bir tomoni kvadrat tenglama, bir tomoni ko'rsatkichli tenglama. Bularni nechta ildizga ega degan bo'lsa, hop, grafik usulida ishlaymiz. Ya'ni qanday? Y barobar x kvadrat minus 4x plus 3 deb olinadi. Y1 hop, y2 barobar 3 darajasi minus x yoki bo'lsa 1 taqsim 3 darajasi x. Bu y1 ni grafiki bo'ldi. Endi mana 3 degan nuqta kesib o'tdi mana. Y o'qi, x o'qi. Hop, y2 ni yo'limda kommentarni. Demak, 3 ta nuqta kesib o'tdi grafikimizni. Mana bitta nuqta, ikkinchi nuqta, uchinchi nuqta. Hop, 3 ta nuqta kesib o'tganligini hisobiga bizda 3 ta yechimga ega ekan tenglamamiz. Hop, 30. Hop, quyidagi chizmada berilgan to'g'ri silindrning radiusi 13 ga. Demak, bu joy 13 ga teng ekan. Mana shu radiusni pastdan olaylik. 13 ga teng ekan. Agar bu silindrning uchlari ostki va ustki asos aylanalarida bo'lgan va kichik tomoni AB 10 cm ga AB 10 cm ga teng to'g'ri ko'rinishdagi tekislik bilan kesilgan bo'lsa va bu tekislik asos tekisligi bilan, ya'ni buni silindr markazi bo'ladigan bo'lsa, asos tekisligi bilan 30 graduslik burchak tashkil etilsa, kesim yuzini toping. Hop. Mana silindrning markazi va mana markazidan mana qani S deb turaylik.
CD tomonigacha bo'lgan masofa mana Adan Cgacha bo'lgan masofaning yarmiga teng. Mana shu silindr markazidan asosni markaziga o'tib balandligi 30 voltlik buni H deb. Hop. Bu yoqqa ham bitta radius tortaveradigan bo'lsam, bu ham 13 ga teng. Asosida teng yo'l uchburchak bo'ldi. Bu perpendikulyar. Bu tomoniga 5, 13, 5 bo'ladigan bo'lsa, mana balandligi 12 ga teng ekan. Mana 30 gradus qarshi harakati gipotenuzaning yarmiga teng bo'lsa, gipotenuza 2h ga. Bundan h topadigan bo'lsak, Pifagordan foydalanib 3 4h kvadrat minus h kvadrat 12 ni kvadrat 144. Unda 3h kvadrat 144 ga h kvadrat barobar 40 24 48 ga h barobar 4 ilzosida 3. Xo'p, polni AC masofa demak 2h 2h jami 4h. 4h 4 kara 4 ilzosida 3. Bu 16 ilzosida 3 ga teng bo'ladigan bo'lsa, endi mana kesim yuzasi S 10 kara 16 ilzosida 3. Bu degani 160 ilzosida 3. Javob. Xo'p.